Jangillatib tashladi deyapti mana. Bo'yli ishladi, asalli bo'yli. Katta sazan. Bormi? Muhammad Zaki dushkasiga chiqdi. Zaki dushkaga qarmo. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hop, Zapretdan kelgan biz yana o'yga keldik. Dukur postdan kirib ichkariga joylashdik. Mana alhamdulillah pochim bo'ldi. Bomdodda yetib keldik kech payt. Mana pochim. Bizaniki bu baliq. Mana. Juda ajoyib bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mashalloh. Shu joyga joylashib oldik. Hozir pochim bo'ldi alhamdulillah. Qaysini? Bugun nechinchi sana? 6-iyun. 6-iyun bugun. Bir xabar olaylik deb ketyapmiz. Kech payt keldik, boya videoda aytganimdek. Mana bitta bittasi urib uzvordi. Yaxshi joy ekan. Bo'tga birinchi kelishimiz. Aziz akam 3-4 marta kelganlar. Aka qarab qo'ying, tanishtirib qo'ying o'zingizni. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz akam. Tuzumsizlar. Yaqin akam. Yaxshi. Diki joylar endi bo'tlar. Xullas bo'tdi, Dukur kanal bor-ku boshiga borishi, ko'prik. Postdan kelishga. O'shini boshi yomon bo'lmaganmiz, yaxshi bo'lgan bo'tda. Natijali Xudo xolisa mana hozir natijani oldik. Bomdodda keluvdik. Inshaalloh mana Bomdoddan keyin oldim mana hozir. Bitta bor, 1 kilolik oldik, Xudoga shukr. Yaxshi natijalar. Joy yaxshi, diki joylar. Joy zo'r ekan, odam kam. Odamni ishtahasi ochilib ketdi. Nechtaga bittagami? Ha? Bittagami? Ha, bitta ketadi menga yoz. Qocha. Olmaganmi? Qoching oldin. Mana çok satır bir şey. Olmasın. Voy, kichkina-ku. Yaqinroq keling, o'tir. Mana yaqinroq. Katta sazan. Nafas olyapti, o'lmagan hali. Shaqillatib tashladi, xuddi katta baliqqa o'xshatib. Ha. Katta sazan. Bezot bo'lmadi bitta. Bor. Holat hozir kattasini. Hech narsa yo'q. Ana patlığı bordi. Patlığını kızıl joyi bor. Suv ustiga qizib bo'lyapti. Kichkina baliqlar yemoqchi. Olib keling.
Buni o'tlardan tashlab olish kerak. Qilamiz hozir. Ha? Shunaqa qilamiz aka. Analardan qolish kerak edi, mana bu yerga. Olmaylar tuzumizlar. Tomog'am bo'g'ilib qoldi. Ikkinchisi jup bo'ldi, xudo xolasa. Bo'ylaga urdi bunisi, birinchisi rezinkaga urdi. Badabetga harakat. Soatimiz 10 dan oshdimikan, vallohu alam. Xo'p, soatimiz ko'rayotgan bo'lsa 11:36. Bismillah. Hozir endi qo'lingizga olib ko'rsating baliqni. Oling, o'g'lim. Oling qo'lingizga. Chiqazing ichidan. Ko'taring qo'lingizga, oling. Tushmaydi, oling. Hech narsa qilmaydi, oling. Sadokka solamiz keyin. Azza ko'rsatib bering videoga akam. Azza ham chiqazlar bo'ylaga. Hammasi qilyapti. Mashalloh. Xudo xolisi mana. Yana fazanimiz. Xolis. Sapsaruligini. Bo'yli ishladi, asalli bo'yli. Bu bo'ylar Iskandar bo'yladi faqat. Iskandar ko'rayotgan bo'lsa, Iskandar bo'yli uchun rahmatlik. Atmetga qilamiz, aka. Trishikopnimida, aka? 4-chimidi, 3-do'konmidi? 3-do'kon. Reklama ketdi-yu, aka, $1000. Xudo xolisi. Krevetka topinglar. Bitta rezinka, bitta bo'yla ishlayapti. Xudo xolisi. Hozir yashil chigirtka ham tashlab qo'ydik, aka. Amurga xudo xolisi. Amurga xudo xolisi, to'g'ri. Mana qarating. Mana mamur. Bosdingizmi o'zi? Tepani ham bosdingiz? Mana baliq tutdik. Bizaniki bu. Ikkinchisi balig'i. O'g'lim, bu saniki meniki yo'q. Bitta qozon bitta, o'g'lim. Mana. Zo'r sazan bu. Oh. Bitta yuryapti. Ha. Bitta to'xtab yana bitta yuryapti. Mana mencha bu tushib qolgan boya urdi-yu. Endi normal urib keyin. Ha. Mana. Lekin mo'shni ilyapti bu. Ko'kka Tavba qildim, bor. Yutib yurishyapti shekilli. Ilyapti. Etdim, ilyapti. Oldingizmi, tugadimi? Bosmaysizmi ham? Bosdim. Ha, o'tgan ekansiz. Mana joydan ko'rsatib. Uchinchisi. Alhamdulillah. Azbek akam mehmon. Assalomu alaykum. 14li anisga tushdi. Keling ko'rsatib qo'ying, Muhammad. 14li anis. Azbek aka. Abed qo'yamiz mana. Xudo xolisi, Sherzod Qo'zonkov qilib berdi. Daslini zo'r, Xudoga shukr. 3 ta oldik. Kilo bo'lib turibdi bir 2-3 soatda urib turibdi, 2-3 ta olamiz. Mana 3 ta oldik. Xudoga shukr. Mana Muhammad duo qilib turibdi. Xudo xolisi. Inshaalloh. Ashi bola duo qilib mana. Duo qildi-yu, bir yarim soat, 1 soatdan keyin olamiz-da. Sherzod to'g'riga ham rahmat. Osh bo'lsin aka, osh bo'lsin. Ovqatlar. Osh bo'lsin. Xudoga shukr, rahmat. Maza qilib dam olamiz, kelinglar. Vaqt topib
Maza qilib mana shunaqa dam olishga chiqinglar. To'g'ri ozgina mashaqqati bor. Bu ham qaysi tomondan issiq kun. Tag'in shamol bo'lib turibdi. Yozni chillasida kelsak, juda bir qiynalib qolamiz. Davay. Mana. Baliq chiqyapti. Ya belidan ilinib qolibdi. Karasmi u bilanmi bu? Kayas. Video uchun. Maxsus qornidan ilinibdi. Qo'rqmang o'g'lim. Mayli, alhamdulillah. Lekin skin ekan, ha? Men yo'qsidiga bobla, mayli olib ketaylik buni ham. Bo'ladi kayas. Bu Oldi. ochib qoladi-da. Bu ochib qoladi lekin Muhammad. Ochib qoladimi? Qo'ng'iroq qoling. Men to'xtayman. Men bitta rasmga suvalay buni. Ne? Pastga tasab turing buni. Pastga tasab turing. Mamfi. Video ketyaptimi? Ha, o'tgan ekansiz. Oling. Muhammad qo'rqmasdan uchun, qo'rqmasdan. Adam ichidan chiqdi. Masabaq. Endi buni qo'yib olamiz. Skinali qo'yibdi kayas. Qani, 6-mashitdan o'rtaga qarab. Bismillah. Opa, yashasin ha. Endi qo'l yuvamiz. Xo'p, shom payti yaqinlashyapti. Jo'xorilarni qaynatib oldik. Hozir endi misrobkadan o'tkazib, bu yerda qarmonlarni zapravka qo'yamiz. Mana jo'xorilarimiz. Chiqarib tashlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. 7-iyun. Dam olib turdik. Kechasi hech kimda tortmadi. Hop, suv tashavordi. 20 santimetrmikan, vallohu alam. Suv tushib ketdi. Suv o'ynasa bilasizlar, balo shuganiga tushadi. Tortmaydi. Akam yaxshi dam oldingizmi? Dam oldik. Kelishga qilib oldik mana. Qoldingizmi? Suv tashlab olganlik. Almani suv tashlab oldik. Juda ham qolamiz. O'g'lim qarmog'izga qarab qo'ydingizmi? Hamma. Balo, sadim. Nima chiqibdi o'g'lim ertalabdan qarmog'izga? Vobla tushibdimi? Ikkita qo'lingizda o'sha. Chiroyli qilib dumlari bilan ko'rsatamiz. Oh, ana. Buni endi tashlab Pocham qildi. Yashasin o'g'lim. Ana. Endi qo'l yuvish kerak. Chiyantni yuvib oling. Ketdik, kofe ichishga ham ulgurmadik. Bolalar tortyapti deyishdi endi. Alloh biladi nima.
Bo'g'lami, sazanmi? Jangillatib tashladi deyapti mana. Qo'q. Yuguring. Bismillah. Tongimiz xayrli bo'lsin. O'g'lim, tushmay turing. Abuda. Bormi bu narsa? Bor. Muhammad, mana shu shuni olib turing o'g'lim, xo'pmi biz chiqazib olamiz. Qimillatmang, xo'pmi o'g'lim? Shunda polni kadr tutsa, shunda ushlab turing. Bor balig'i? Qaraga yo'q. Voh. Sekin turibdi. İşlating. Qaraga Olib kirib ketibdi. Ikki turibdi oyoq ustiga. Og'zi yirtilib chiqib ketib qolmasa bo'ldi, aka. Qaraga yo'q kirdi-da. Nima? Chiqarib yuboring. Borlik. Og'zi yirtilib ketmasin. Ozgina qo'yib bersangiz chiqarib yubormasmikan o'zi? Qaraga yo'q kirdi. Deb qiladi-da. Turibdi-da lekin. Chiqazadi oz. Turibdi-da lekin. Urishini qarang. Tirs qotdi-ku. Narsalarni yig'dik. Boyaga baliq karaga olib kirib ketdi. Keyin uzib yubordi. Xo'p, musorlarni tozaladik. Yoqdik. Mana bu yerda. Xo'p. Ketamiz turganimizda Muhammadning qarmog'iga sazan tushdi. Ha o'g'lim? 4-tinchisi bu. Chiroyli o'g'lim. Chiroyli baliq chiqibdi. Hozir chiqazib beraman. Olib turing mana. Tushib ketmasin. Bunday ushiring qo'lingiz, bunday ushiring yonida. Ha, baliq bo'ldimi qo'lingiz? Ha? Qimilla. Qo'lni kirib ketadi kurcha. Bo'ylaga tushdi, bo'yla. Katta rezinka ishlamayapti. İskender'den olgan bo'ylamizga tushdi. Shunaqa gaplar. Mehmonni oling. Siz ham uchasizmi? Ha? Qo'lim yomon bo'ldi-ku. Qo'rqmang o'g'lim, nimadan qo'rqasiz?
tushsa yerga tushadi, qishlab qilib. Mana bu men natijalar. Muhammadning natijasi. Sazan. Hozir ko'p qilamiz, o'g'lim, olaveramiz. Videoni to'xtatmaymiz. Tushib ketdimi? Yo, o'zimda qol. Tashamay o'lib qoladi-ku. Qanaqa yesa? Yana ozgina tutamiz hadi. Yana bitta tushib bo'ldi uyga. Ana baliqlar yo'q. Nega? Aziz aka. Ishonmadilar deb gapimga. Nega? Setgan yirtig'i bor desam. Men nima qilaman? Qaminga solib kerak edi kech. Buni ham yirtig'i bor ekan, qarang. Ko'rasizmi? O'ylab qo'yish kerak ekan. Men nima qilaman? Ha? Ha? Men nima qilaman? Mana tashlab qo'ying, o'ladi. Hadi mana tashlab qo'ying, o'ladi. Ha, o'lmaydi. Mana semizliyor. Hadi ben ovqat kelsaganimga keldi. Lazmasini? Ha, bilaman. Men anna mamaliga ko'proq tasarrufda, men retseptiga tasarruf. Sen qochishdi bular. Ha? Sen qochishdi ekan bular. Maniki. Siznikimi? Maniki. Vo, opga patsak opga. Basak. O'tsiz. Ver banga. Qo'yam tosh chiqadi. Voy, to'xta. Bo'ldi Sazan. Sazan, yaxshi. Yaxshi. Kattasi chiqdi Muhammadga. Aziz aka. Ha, yuring siz o'sha. Yo'q. Qochib ketibdi ani ikkita Sazan ham. Sadokizdan chiqib ketibdi. Qarang hozir Muhammad Zaki dushkasiga nima tushganini? Voy. Sazan. Yo'q baliq aning ichida. Mana bu bani. Voy. Muhammad Zaki dushkasi. O'zi yasagan mamaliga. Voy, mashallah. Kattaligini qarang. Voy, malades. Videoga olamadik yana. Ya oldik menimcha. Kadr qochib ketibdi ketibdi Muhammad yani. Mamutda. Kadr ketibdi o'g'lim. Men bundan qochib ketibdimi? Ha, yo'q ichida. Yana, Qayerdadir yirtig'i bor yoki kimdir o'g'irlab ketganmi? Voy. Mana kattasi chiqdi Muhammadga. Voy, video ketyapti mashallah. Sadokimizdan ikkita baliq, 3 ta balig'imiz qochib ketibdi. Lekin Alloh o'ringa o'rin mana berdi, alhamdulillah. Kattasi. Mana. Voy, malades Muhammad Zaki dushkasiga chiqdi. Zaki dushkaga, qarmoga emas. Ya Alloh. Qanaqa bunaqa qilgan, Bilmayman, aka qarang, yirtig'i bormi yo'qmi? Yo'q, yirtig'i yo'q. Yirtig'i yo'q. Qanday qochishi mumkin aka? Mana bu yerdan chiqibdi. Qayerdan? Mana. Qani? Shu yerda torting. Mana. Voy. Sen şu yengi sadok olmuş belki. Kattasi chiqqanini qarang Muhammad Zaki. Malades lekin Muhammad. Siz konkretniy baliqchi bo'lasiz, bolam. Mashallah. To'qib orta bo'lsa kerak o'tida. Hay, eska bilan boylab to'qib chiqish kerak edi. Qanini qani endi 5 ta olmiz. Bu 10 kilo bo'lsa kerak, tayyor olib keling. Ya. Qarang, video ketayotgan ekan ha. O'g'lim, videoga tushdi, Zaki dushkaga chiqqan. Ana kattasi. Xo'p, 3 ta balig'imiz qochib ketibdi. Sadogimizda teshi joy bor ekan. Kecha o'shani chiqazdimi?
Bitta qochgan edi. O'shanda yaxshilab qarashimiz kerak bo'lgan ekan. Kecha qaramabdi shunday. Ko'rinmadi, aka. Mana hozir ham topolmayapman. Endi yana ozgina o'taylik. Ha. O'taylik ada. Ha. Ha. Ada yana ozgina o'tayapmiz. Qani yertu joyi, o'g'lim? Ha, katta yertu joyi bo'lsa. Qanini qaraydi, uni hali qaraydi. Mana. Muhammad, aylantiring. Mana yertu joyi bor ekan. Mana yertu joyi. Mana işte 3 ta zazanimiz qochib ketdi. Lekin alhamdulillah Alloh o'ringa o'rin undan zo'rini berdi ikkita. Alhamdulillah. Muhammaddan cho'pli zaki dushkasiga shaqillatib tashadi. Ana bu xolisi tugatdik. Dukur. Mana Sherzod. Natija zo'r bo'ldi, alhamdulillah. 5 ta ushamiz o'sha hisobda. Voblalarni hisoblamaganda o'shandan 3 tasini qochirdik. Sadokimizdan chiqib ketdi, alhamdulillah. Undan keyingisi ham davom bo'lmadi, ikkita katta bo'ldi. Mana natijalarimni. Xo'sh. Asli bo'lan natijalar. Glavni bo'lan natijalar. Ko'ryapsizlar. Zaki tushgani o'zi oddiy 1 metr, 2 metr joyga. Mana yo'lni analigini ko'rsatib bo'ladi. Ikki joylarda yuramiz. So'ng ketamiz. Bundan sekin tushib boramiz. Ham qamishzorni ichiga kirib ketishibdi. Kecha kirib chiqdik-ku. Qorong'i. Ha, ekran o'chib turaveradi, tekizib ketdi. Shunaqa joylar. Okalar, xudo xolasa kesinglar bo'ladi, yaxshi joy. Dukurdan kelganda o'ng qo'lni ichkarida shu Dukur kanali boshi quyilishi shunaqa joy. Xudo xolasa natijalarimiz yomon bo'lmadi. Bitta zatsep bo'ldi. Yaxshi kattasi zatsepga olib kirib ketdi Koreyaga. Xudo xolasa zapislari bor, qo'yiladi, ko'rasizlar xudo xolasa. Joylari ham bor. Zo'r urdi lekin. Baliq urib qolgan hamma joyda. Lekin mana shunaqa joylariga maza qilaman. Diki joylarga kirib chiqishlar mana ko'ringlar. Yaxshi joylar. O'zinglar bilan palatga обязательно katta rozvotga olinglar. Xolasa kerak bo'ladi. Issiqligi yaxshi. 42 gradusdan atrofi manimcha. Issiq. Manzara mana sizlar bo'ladi shunaqa joylar. O'ttiz ekan. Mana 30 gradus ekan. Tag'in ham havo yaxshi. Kechasi bo'tlari chimon bo'lmadi, shamol borligi hisobda yaxshi joyda ekan. Mana shunaqa joy. Tabiatni o'zi ko'rib maza qilasizlar, sababi diki joylar zo'r. Haqiqatan. Sami glavniy tozalab ketish esdan chiqmasin. Musorlarni bitta joyga yig'ib, yoqib, keyin yana suv bilan o'chirib tozalab ketsanglar, o'zimizning tabiatni asrasak, o'zimizga yaxshi-da. Keyin kelgan odam rahmat aytadi, duo qilib qo'yadi. Xolisa ko'rishguncha hammalarga Sherzod Salomat bo'linglar. YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Carpwild.uz. Like bosish esdan chiqmasin. Mehmonlarimizga. mana bitta ham mana baliqchilarga.
baliq? Orqada, ani qorada. Keyin akkuratni yopish kerak. Nima qilishyapti? Orqani tekshiryapti mana Muhammad. Orqani tekshirishadi. Burchayda o'tiradi komandir. Assalomu alaykum. Mana komandir. Alaykum assalom. Meni yaxshi yetib Sog' bo'ling. Mashina sollagan rahmat. Shuni sollab bo'lmasa ham bo'lmaydi. Ichki ishlar xodimlari. Baraka topishsin shuni sollayam. Zaten yetişler aldı var hatta. Hızlıkın ekan. Gagarinamiz. Qaytamiz ekan. Ana zil qizib ketdi. Quyishyapti zilga. Mana balig'i kattasi yotibdi mana. Ushlash kerak bu balig'i. Zo'r ekan. Qo'lda suv olmasa bu. Temirni bosmay. Temirni bosmaymiz. Hatta ichkariga qayrilgan ekan. Tamam. Shuring. Adil shu oladi. Temirni kuchkaman. 1, 2, 3 sakray. Hoppa. Hani ilk başına basılır mı işte?